Bizi kimligimiz qo'pol qilib aytganda ota-onamizni yotgan o'rindig'i va kiygan kiyimi bilan baholanadi. Biz o brend magazinlardan kirib 300-400 dollarlarga olibda kiyimlarni kiyib qirrani chiqarib birovga gap bermasligimiz mumkin. O'sha onamizni 4 yildan beri bitta chirib ketgan ko'ylakni kiyib, 4 yildan beri hidlanib ketgan bitta ro'molda o'rab yurgan bo'lsa, biz o'shamiz. Biz qimmat chet elda mebellarida yonboshlab olib telefon o'ynayotgan bo'lishimiz mumkin. Onamiz ko'rpasi so'kilib ketgan to'shakda yerda yotgan bo'lsa, biz o'shamiz. Biz o yozda san'at ummalariga boramiz, tog'larga boramiz, shashliklarda qiriymiz. Ha, biz odamlar istoriya qilib falon tog'danmiz, falon dengizdanmiz. Ha, bir kelib qolib biz yerda o'ynab yuradi. Mana yerda onasi, dadasi, davlenasi oshib 3 ta tabletkani bitta qilib ichadi.